O'tgan yakshanbadagi darsimiz juda ham ajoyib o'tganligi haqida barchangizga aytdik. Mavzularimiz ham bolalar uchun kerak bo'lganlar tanlab olinib, o'shalar borasida ishlanildi. Kelasi hafta Xudo xohlasa, umuman kelasi yakshanba kuni juda ham dolzarb bo'lgan ba'zi bir qoidalarni tanlab oldik. Shuningdek, speaking uchun ham kerak bo'lgan ba'zi bir topiklar tanlandi. Endi muhimi unga kelib qatnashish. Bizga tanish bo'lmagan, bu videomizni ko'rib, demak o'zini sal orqaga tortayotgan yoki boshqa kursga qatnayotgan do'stlarimizga murojaatimiz shuki, umuman uyalishni, xijolat bo'lishni hojati yo'q, o'rin yo'q. Bizga bog'laning. Shunchaki misol assalomu alaykum debmi, nimadirmi yozib qo'ysangiz, biz o'zimiz sizga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotlarni beramiz. Albatta bu darslarga qatnashing, o'zingizga kerak bo'lgan ma'lumotlarni oling, do'st orttiring va ingliz tilini o'rganish qay darajada qiziqligini o'zingiz guvoh bo'ling. Kutamiz.